Quva tumanida qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash va aholi bandligini ta'minlashga qaratilgan yana bir samarali tashabbus amalga oshirilmoqda. Xususan, Quva Agrostar korxonasi tomonidan yo'lga qo'yilgan yangi loyiha mahalliy aholi uchun katta imkoniyatlar eshigini ochyapti. Ushbu tashabbus doirasida turli qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saralash, qayta ishlash, qadoqlash va saqlash ishlari tizimli ravishda olib boriladi. Anor olib kelingandan keyin uni ikki yo'l bilan ajratiladi. Birinchisi butun holatida qadoqlanadi. Saralangandan qolgan ikkinchi sort anor mahsulotlarini po'stlog'ini archib, uni ikkinchi etapda eksport qilish yo'lga qo'ydik. Shu bo'yicha biz hozir eksperiment sifatida jo'natayotganimizda biz ilmiy yondashuv qildik, olimlar bilan ishladik. Buni yaroqli muddatlarini, bir kilo anorda qancha shakar miqdori, qandaydir tarkibini aniqlash bo'yicha biz olimlar bilan ishladik. Ular bizga ma'lumotlarni berdi, tajribasini o'tkazdik. Yaroqli muddatini bizga bir hafta qilib muddatini qo'yib berishdi. Ochilgandan keyin bir hafta muddatda iste'mol qilish yaroqligini aytib o'tishdi. Faoliyatimizdagi eng e'tiborli jihat ish jarayonlarining kasanachilik asosida tashkil etilishi, deydi korxona vakili. Ya'ni tanlab olingan mahallalarda anor mahsulotini po'stlog'idan ajratish ishlari to'g'ridan-to'g'ri aholi xonadonlarida amalga oshiriladi. Bu usul orqali ayniqsa xotin-qizlar va uy sharoitida ishlash imkoniyati bo'lgan fuqarolar ish bilan ta'minlanadi. Aholi daromadini oshirish bo'yicha 3 ta hududda Quva, Quvasoy, O'zbekiston tumanlarida shu loyihalarni sinov tariqasida o'tkazish rejalashtirilyapti hozir. Birinchi bosqichi Quva tumanida tashkil topdi. Loyihamizda asosiy lider xonadon aniqlanadi. Bu xonadonni bitta bo'limda boshchi qilib saylab olinadi. O'sha ishni jarayonni o'sha lider xonadon ayol doimiy o'sha 19 ta 20 ta ayolni doimiy nazorat qiladi. Bunda oziq-ovqat sanoatidagi talablari bor, o'zini karantin formalari bor. Ularni nazorat qilgan holatda fumigatsiya qilinadi. Hamyog'iga alohida e'tibor qilinib, sifatli mahsulot tashkil qilinadi. Eng muhimi, korxona tomonidan qayta ishlanayotgan mahsulotlarning o'z xaridori va aniq bozori mavjud. Tayyor mahsulotlar oldindan belgilangan bozorlarga, jumladan ichki va tashqi xaridorlarga yetkazib berilmoqda. Quva Agrostar tomonidan uzum mahsulotlari yetib olgan dastlabki bosqichda, ikkinchi bosqichda hozir anorga talab yuqoriligi uchun birinchi marotaba o'sha Yaponiya, Koreya davlatlariga anor mahsulotlarini qadoqlangan, ular tartibi bo'yicha, talabi bo'yicha qadoqlangan holatda yetkazib bordik. Bundan tashqari namuna sifatida hozirgi paytda Malayziya bilan ishlayapmiz. Malayziya davlatiga anor mahsulotini namunasini yetkazib bordik. Ham savdo uylarini ochish jarayoni boshlandi. Koreya, Yaponiya, Malayziya talablar ortyapti. Shu bo'yicha ob'yomni oshirishgan sari ishchi kuchi yaratiladi. Yana qo'shimcha bu o'sha ixtisoslashuvdan kelib chiqib og'ir mahallalardagi xonadonlarni doimiy ish bilan ta'minlashni rejalashtiryapmiz. Yo'lga qo'yilajak ushbu kasanachilik asosidagi tashabbus qishloq aholisining bandligini ta'minlash, ularning daromad manbalarini ko'paytirish hamda mahalliy mahsulotlarni bozorga chiqarishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa Quva tumanida tadbirkorlik, qayta ishlash va ijtimoiy farovonlikni oshirishga xizmat qilayotgan ilg'or tajribalardan biri sifatida e'tirof etilmoqda.